O'rta Osiyo davlat rahbarlarining islom va musulmonlardan uzoqlashib, zulmni kuchaytirishi to'g'ri emas. Chunki bu ishning oqibati yomon. O'rta Osiyo rahbarlari islomga qarshi kurashish haqida. Mening esa ularga nisbatan munosabat va nasihatlarim bor. Bugun shularni gaplashamiz. Assalomu alaykum. Xalqaro siyosat o'zgarib, olamiy geosiyosat ham keskin o'zgarishlar arafasida turibdi. Ya'ni yetakchi davlatlar o'ziga tobe bo'lgan yoki bo'lmagan zaif, qoloq davlatlarni kuch bilan bosib olib, o'zlarining geosiyosiy ta'sir hududlarini kengaytirishni yoki shu yo'l bilan eski ta'sirlarni saqlab qolishni istamoqda. Bu maqsadlar sari intilar ekanlar, ular xalqaro qonun qoidalariga ham, BMT singari xalqaro tashkilotlar rezolyutsiyalariga ham, xalqaro huquq normalariga ham rioya qilmaydilar. Bir-birlaridan mustamlakalarni tortib olish yo'lida islom va uni yaxshi ko'ruvchi musulmonlarning islomiy tuyg'ularidan foydalanishga harakat qilishadi. Shuning uchun ular avval davlat rahbarlari bilan islomiy muhit o'rtasida jarliklar paydo qilishadi yoki avvaldan mavjud bo'lgan jarliklarni yanada kuchaytirib, kengaytirishga urinishadi. Islom va musulmonlardan xavf kutilayotgandek muhit yaratib, hukumatlarni islomiy jamoalarga qarshi zulmni kuchaytirishga undaydilar. O'zlari esa Suriyadagi kabi ham hokimiyatni, ham muxolif guruhlarni harbiy qurol bilan ta'minlab turadilar. Islomiy yurt hokimiyatlarini islom va musulmonlarga nisbatan zulmni kuchaytirishni bas qilishga chaqiramiz. Yurtlarimizga kuchli davlatlar ko'z olaytirmoqda. Bu yurtlar islom va musulmonlar vatani. Shar'iy hukmga ko'ra, agar yurtlarimizga kufr quroli bilan bosib kirsa, musulmonlar davlat bilan yelkama-yelka turib, unga qarshi kurashishga buyuriladi. Shuning uchun kufr bosqinchilari mamlakatga bostirib kirishdan avval ikki ishni amalga oshiradi. Birinchisi, mintaqada matbuot kurashi, propaganda ishlari va saqofiy dunyoqarashlarni kuchaytiradi. Ikkinchisi, hokimiyatni islomiy muhitdan, ummatning kuch-quvvatidan ajratishga harakat qiladi. Chunki islomiy yurtlarning eng katta quvvati islom va unga itoat qilgan musulmonlar ummatdir. Bunga muvaffaq bo'lishgach, harbiy quvvati bilan bostirib kiradi yoki mazlumga aylangan islomiy guruhlarni davlatga qarshi qurollantiradi. Suriya, Nigeriya, Somali, Mali, Yaman va boshqa davlatlarda shunga o'xshash jarayonlar davom etmoqda. Hozir ular sizlarga kaltakdan avval shokolad beryapti. Aldanib, ularning manfaati yo'lida davlat quvvatini o'z fuqarolaringiz bo'lgan musulmon ummatiga qarshi yoki biringizni ikkinchi mamlakat yoki millatga qarshi yo'naltirmang. Bu ulkan siyosiy xato bo'ladi. Aksincha, fuqarolik jamiyatining eng katta va kuchli quvvati bo'lgan musulmonlar bilan dushmanga qarshi islomiy tuyg'u atrofida birlashing. Qo'shni mamlakatlar bilan muomala va hamkorlikni kuchaytiring. Faqat shu strategiya hozirgi vaziyatda sizlarni xalqaro siyosiy kaltaklardan saqlab qolishi mumkin. Salomat bo'linglar.